Rossiya Tashqi ishlar ministrligining bayonotida Rossiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan Amerika davlat ishlari kotibi Antony Blinkenning telefonlashib, Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani qochib ketgandan keyingi vaziyat, hozirgi hukumat va hokimiyat almashishi qatorliq masalalarni muzokara qilganligini bildirdi. Xitoy virusi yuqumining ta'sirini tezla orqada qoldirib, iqtisodni asliga keltirish musobaqasiga burun qadam qo'ygan Xitoyning Delta varianti va tabiiy ofatlarning ta'siri sababli ostilayotganligi o'tirg'a chiqdi. Egilanishicha, 7-oydagi parcha setish va sanoat ishlab chiqarish sonliq ma'lumotlari mo'ljaldagi nishonga yetolmagan. Wuhan ismli 26 yoshli bir Xitoy ayolning Birlashma agentligiga oshkorlashicha, u bu yil iyunda Dubayda bir mehmonxonadan tutqun qilinib, bir dachada 8 kun tutib turilgan va Xitoycha so'roq qilingan. Uning aytishicha, oz deganda 2 Uyg'ur bu dachada tutib turilgan. Mutaxassislarning aytishicha, Xitoyda bunday maxfiy kameralar ko'p bo'lsa-mu, lekin bu Xitoyning chet elda tutib turish o'rni borligi haqida tunji isbot ekan. Xitoyning Kabuldagi hukumat og'dirilgandan keyin Talibanni Afg'onistonning rasmiy hukumati deb e'tirof qilishga tayyorlik qilayotganligi o'tirib qo'yildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bu vaqtdagi savolga rasmiy javob bermadi, ammo Taliban Kabulga kirgandan keyingi tunji bayonotida Xitoy Xalq Jumhuriyati Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgan Talibanlar bilan do'stona munosabatni taraqqiy qildirishni xohlaydi dedi. Afg'onistonda Talibanlar poytaxt Kabulni ishg'ol qilgandan keyin davlatni tashlab qochadiganlar ko'paydi. Kabul aerodromida qo'zg'alayotgan bir Amerika aeroplaniga eslab olgan kishilarning aeroplandan tushib ketgan ko'rinishlari ommaviy taratqularda tarqaldi. Yana bir tarafdan O'zbekiston Davlat mudofaa ministrligi chegaraga daxl taruz qilgan Afg'onistonga tava harbiy aeroplanning etib tushirilganligini e'lon qildi. Xalqaro Olimpik komitetining qoidasi bo'yicha 2020 Tokio Olimpikida Amerika birinchi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy taratqullari o'z davlatining birinchi bo'lganligini e'lon qildi. Xalqaro Olimpik komitetining to'g'rida Amerika 39 oltin medal va jami 113 medalga erishib birinchi bo'lgan, Xitoy 38 oltin medal bilan ikkinchi bo'lgan. Lekin Xitoy davlat taratqullari Tayvan va Hong Kongning medal sonini o'ziga qo'shib hisoblagan bo'lib, buning bilan 42 oltin, 37 kumush va 28 mis medal bo'lib, jami 106 medal bilan o'zini birinchi bo'lganligini e'lon qildi. Xalqaro Olimpik komiteti Tayvan va Hong Kongni Xitoy nomida emas, balki o'z oldiga olimpik musobaqalarga qatnashidi deb qabul qiladi. BioNTech Amerikalik sheriki Pfizer bilan tadqiq qilib yasab chiqqan Xitoy virusi vaksinasining 3-bosqichlik vaksinaga aloqador tunji sonliq ma'lumotini Amerika yemaklik va dori nazorat qilib boshqarish idorasiga topshirdi. 3-bosqichlik vaksinaning texmi yuqori qo'g'dash iqtidori borligi o'tirg'a qo'yildi.